Do'stlar, kecha bitta video qo'ydim, shu ays bilan, shu oshga. Juda ham ko'p odam negativ yozibdi. Nimaga unaqa deysan, nimaga unaqa deysan deb yozibdi. Keyin aytibdi, "Sen o'zingdan ketib qoldingmi? Puling ko'payib ketib qoldimi?" Yana nima, har xil gaplar xullas. Bormaymiz endi joyingga, shunaqa degan gaplar bo'libdi. Rizqi Alloh beradi, sizlar bas. Bitta komment ko'rib qoldim, "Seni xalq ko'tardi, endi xalqqa sakrayapsanmi?" bu deyishdi. Bu xalqqa sakrash emas birinchidan. Bizni yaxshi ko'rganlar, bizni yoqtirganlar, Xudo bizga ro'para qilganlar, bizni joyimizga kelishaveradi. Mana qaranglar, eshik ham o'zi ochildi hozir. Mana shu eshik shu oshdi joyi. 7 ming so'm oshimiz, 5 ming so'm maslamamiz qilib qo'yganmiz. Hamma yo'lda sizlar uchun harakat qilyapmiz. Hozir bizni qo'limizda ishlayotgan odamlarning soni 60 taga yetdi. Xudoga shukr, mana O'zbekistonga kelganimga bir barcha 9 oy, 10 oyga yaqinlashdi. 60 ta odamni ish bilan ta'minladik. Kommentariya negativ yozyapganlar. Oldin bitishdi eplaylar. Keyin bitta odamni yomon ko'rishdan oldin o'zlaringni yaxshi ko'ringlar. Odam o'zini yaxshi ko'rsa, odamlarga yaxshilik qilgisi keladi. Men Koreyadan kelayotganimda bitta narsani orzu qilganman, o'zimga maqsad qilganman, odamlarga yordam beraman. Kammi, ko'pmi, xullas qo'limdan kelgancha yordamim tegyapti. Bundan xursandman. Hech qachon sizlar negativ yozib meni ruhiyatimni sindira olmaysizlar. Xudoga shukr, yaxshi odamlar ham bor, yaxshi kommentariya yozyapganlar ham bor. Rahmat hammaga. Kelasizlar, xudo xolasa bu joyimiz desertniy zona. Yana bir bor aytib o'tib ketaveraman. Qolaganlarincha negativ yozishlari mumkin. Batga ovqat olib kirib yesa, sasiydi degan gapim ovqat hidi bo'ladi. Chunki shashlik olib kirib yeyishyapti, osh olib kirib yeyishyapti, piyozli hidi bo'ladi. Bu batda unaqa narsa yeydigan joy emas. Liboy desertniy zonaga shashlik olib kirib yoki osh olib kirib yeylar, somsa olib kirib yeylar, sira chiqartirib yuboradi yoki ishtirab soladi. Biz o'shaning uchun mana mashinaga joy отдельный qilganmiz. Eshigi ham отдельный. O'shaning uchun mashinaga kelinglar. Xudo xolasa o'zi odam sig'aydigan, normalniy sig'aydigan darajada joyda qilib qo'yganmiz. Bizni yaxshi ko'radiganlar, bizni yoqtiradiganlar, bizni hurmat qiladiganlar sizlar uchun har doim eshiklarimiz ochiq. Bu Chorsu filialimiz, Naryoqda, Jarariqda ham filialimiz bor. Hammasiga borishingiz mumkin. Sizlar uchun har doim qo'limiz ko'ksimizda.